Hamma yoq qop-qorong'i. Xullas, qo'rquv beshinni Biz o'sha payt qanaqa uxlaymiz? O'z bitta narsa qo'rqityapti, bu ham hayvonlar. Echkemar degan hayvon bor ekan. bu shouga osganman, taklif qildilar, to'y majburladilar ketasan deb. Orol dengiziga yetib keldik. Mana Mahmudga palatkani yasaymiz. Nima? Nima? Va nihoyat bizani yasagan narsalarimiz tayyor bo'ldi. Bu bizani takoy dushimiz, buni ichida o'zimizcha cho'milib qo'yamiz. Bu bizani oshxonamiz bo'ladi. Mana bu stol ustulda ham ovqat tayyorlaymiz, ham ovqatlanamiz. Bu yoqda o'choq qozonlarimiz va eng asosiysi bu bizani New Preg Resortimiz bo'ladi. Bizani gastitsamiz ham bo'ladi. Xullas bu ikki xonadan iborat. Buni yig'ish juda ham qiyin bo'ldi. Ikkita xonadan iborat, shu yerda uxlaymiz, shu yerda ideyalarni qilamiz, shu yerda suhbat ham bo'laveradi. Xullas bizani asosan saqlaydigan xona aynan shu bo'ladi. Bu bizani xolodilnikimiz, to'g'ridagi qora go'shtlarimiz, masalliqlarimiz shuni ichida turibdi. Tok qayerdan ovoz sizlar degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Biza bularga tokki mana bu generatordan olamiz. Buni biz Toshkentdan falon pulga olgan edik. Yaxshi xizmatimizni qilib beryapti. Xo'sh, endi bitta ovqatni qilamiz, ovqat yeb, uxlaymiz. Ovqat qanaqa chiqqanini videoga qarab mayli baho bersanglar bo'ladi. Ketdik. Soat 4da yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqib, Orolga qarab yurib, mashina kelib joylashib, 12da joylashgan bo'lsak, 6:30da ishlarni tugatgan bo'lsak, biron marta bitta mashina o'tganini ko'rmadim lekin. Biron marta bitta mashina kelib, dibam o'tib ketmadi-da. Kechqurunni tasavvur qilyapmiz. Qo'rqamiz ham. Lekin ishoninglar, dunyodagi eng chuqurlar shu ekan. Shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Chuqurlar mana shu ekanda. Kichkinada chuqurda. Ketdi. Sana Matiz borib, bitta tushsa bo'lib qoladi-da o'sha yerda. Italishga keta olmay qoladi-da. Vahshiy chuqurlar. Vahshiy chuqurlar. Quvlayapti-da, chuqurlar bizani. Oqqa tushsa quvlab kelyapti orqamizdan. Qanicha amallab keldik. Endi inshaalloh bir hafta mana shunda yashaymiz. Lekin qiziq bo'pti, to'g'rimi? Ha? Ertadan ko'ramiz nima bo'ladi. Yo, nerealniy adrenalin bo'ladi. Yo, datavoz zerikish bo'ladi-da. Shunaqa. Bizagachi. Наливай чайханчик чаю. Вместо крепкого вина degan shuni qo'yish kerak bu yo'lda. Ular o'rtoqlar ovqat tayyor bo'ldi. Endi bitta 35 tamiz. Qalay chiqibdi Ibrohim? Zo'r. Nikizni Nusret Wines qo'ysangiz bo'ladi. Ovqat endi. Yaxshi. Tabiiy ovqat. Boy baho berib bo'lganlar o'zimga. Chetga olib. Anaqa. Hozir maqtasang, buni ta'min qanaqaligini tomoshabin bilmaydi. Kechdan ukasini maqtayapti deydi. Nerealniy zo'r. Anna. Hurmatli operator, qalay? Yaxshimi? Cho'tki. Voy! Yo, bitta. Yo, so'kma. Voy! Kirib ketdi men tegiga ya. Oka вообще katta. Uy, men oyoqlarim murashka bo'lib ketdi boru. Voy, вообще katta oka. Xudo haqqi, mana kaftimdan sal kichkina. Qani so'mka. Nima ketyapti? Yo'q. Nima chayam? Oka, nima deyapsiz? Xo'p, bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq orolidagi cho'lda bizani birinchi kunimizni tuni soat 23 dan 19 minut o'tdi. Gideta 1 soat oldin biz chayonga o'xshash narsa ko'rdik. O'shandan keyin odam cho'chidi. Hozir to'g'risini aytaman, mendan o'tayotgan ichimdagi hissiyotlar uxlamoqchi emasman, quyosh chiqquncha. O'shaning uchun svetni ham o'chirmaylik deyapman bolalarga. Bolalarni eshitamiz, fikrli qanaqa? Hozir hamma kutyapti, men voy qo'rqib ketdim. Hamma hayvon bor ekan deyishni kutyapti-da. Xullas 1 soat oldincha chayon ko'rdik. Men uni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Abdurahmon akam chayon emas dedilar. ChatGPTdan so'rab ko'rdim. Bu orollarda o'zi nima bor, qanaqa hayvon,
hasharotlar bor desam, chiya bo'ri juda ko'p dedi. Chayon bor dedi, ilon bor dedi, bo'rilar kam dedi. Qolgan undan oldingi aytgan 3 ta hayvonimni ko'p uchraydi dedi. Degan вообще hech nima o'tmayapti, ishonasizlar. Chunki meni opitim bor-da, ozodlikam yem etdim boya. Bir kun soqoda o'rmonda palatkada yotib qolganman, o'sha meni opitim bor. Cho'chishim, menga aytishgan to'shda, palatkaning ichiga kirmaydi, ichkari yopiq joyda bo'lsanglar, kirmaydi deyishgan. O'shanga xotirjamman. Uje uxlab olgan bo'lardim, просто montajim bor. O'shanga hali uxlamadim. Abdurahmon akam juda ham charchaganlari uchun uxlab yordilar, chunki birinchi kunning o'zida rulda ko'p yurdilar, uyqu yaxshi bo'lmagan edi. Bugun shu palatkani yig'ishga ko'p kuch ketib qoldi, shuning uchun bugun o'zlarining fikrlarini ayta olmadilar. Menimcha qo'rqib uxlab qoldilar. Normalni qo'rqotuvdilar-da. Lekin men o'sha Ozikam tomonga o'rmalab yotganini ko'rdim, Ozikam yetgandan keyin bular ham qaradi, chayon edi. Chayon edi, yoki 100% u, men где-то mana shunday kattaligiga chayon edi. Xo'p, keyin atrofda chiya bo'rilar, tulki, qanaqadir hayvonlar bor deyishdi. Biz chiqqanimizda ham hozir tashqariga narsa olgani kirdik. Mashinadan ko'zlar yonib turibdi, uzoqdan bilinadi, baribir chiroq tushganda shu ko'zdan atrajini qaytayotdi. Ovozini eshitdik, men eshitmadim hali. Bu где-то eshitib qolsam kerak, yarim soatdan keyin hamma yoq tinchigandan keyin hozir dvijoklarni o'chirib, svetlarni o'chirish bilan qilib turibmiz. Sizlar rostdan uxlayapsizlarmi, bo'ldimi? Qo'rqmayapsanmi? Yo'q. Sanchi? Вообще yo'q. Ertalab ichi qarab tur hamma yoqni. Ha. Uxlab olamiz. Keyin sizlar qarab turasizlar, men uxlab olaman. Ha. Qaranglar, ko'chani. Voy, ko'cha ko'rinmayapti ham. U короче bitta ham svet bor joyi yo'q. Yotib ko'raman-da men ham. Mo'sh uxlayman. Xo'p, cho'l hayot ikkinchi kun bizani palatkamiz yoyilib ketgan. Ahamiyat bermaysizlar. Mamitlardan narsa. Mana bugun asabimni buzgan narsa, kun juda ham issiq bo'lganiga generatorimizda, ya'ni tok beradigan generatorimizda 1 soat dam olish kerak edi. Obedda 2 soat dam berdik va bizani go'shtimiz ozgina hidlanib qoldi. Ovqatimizning rangi qanaqadir xunukgina bo'lib chiqdi. Bu asli mastava edi, nimagadir mochkichiriga o'xshab qoldi. Shu narsa ozgina asabi bizdi. Keyin bugun menimcha eng issiq kun bo'ldi. Kechagidan ham issiq bo'ldi. Hech kimga gapirgisi ham kelmayapti, qaranglar. Bir-birimizdan ko'nglimiz qolib ketyapti bu joylarda. Chunki kecha hamma narsani gaplashib bo'ldik. Hali gapirishmayapti-yu. Yaxshi chiqibdimi? Zo'r. Aldamasdan ayting. Вообще zo'r. Qani? Qonim to'ysa bo'ldi-da. Eng zo'ri bizda zo'r chiroyli achuchu bor. Lekin tuhmatga chidolmayman-da. Bugun nimadir bo'ldi bu ukamga o'rtoqlar. Shunaqa alam qildi. Maza qilib yashayapsizlar-yu deyishyapti-da. O'rtoqlar qaranglar, botda shamol вообще kuchli. Ko'k navesimiz yirtilib bo'lgan. O'sha ikkinchi tomoni yirtilib deb turib. Palatkani navesi yirtilib uchib ketdi ham hisobida-da. Mana ko'pchilik qiziqyapti, oziq-ovqat qayerdan olmasizlar deyapti-da. 150 km uzoqda eng yaqin magazin. Oziq-ovqatni olib keltirishga imkoniyat bor. Lekin bitta qatnashi 1,5 million so'm ekan. Ha, shopir bor ekan, bitta odam tashib yurar ekan. Borib kelishga 12 soat yo'l vaqt ketar ekan. Qadr-budurligini hisobiga-da. Undan tashqari bizani go'shtimiz aynib qoldi. Uni sababi generatorimizni 7 soat avtomatik o'zi o'chib dam oladi-da, orada aynib qoldi. Nonimiz qotib bo'lgan o'sha. Bu yoqcha o'rtoqlar, qishloq hayotidan ancha qiyin. Sababi bu yerda qo'shnilar yo'q. Sigir sog'ish imkoniyati yo'q, daraxt ekin ekish imkoniyati yo'q. Mana bu cho'l bu. Buni qazib bo'lmaydi. Hojatxona uchun o'zim qaziy olmadim. Mashincha zo'rg'a qazibdi hojatxonaga. Cho'milish uchun suv solamiz, baklashkaga 10 minutda chang bo'lib ketadi. Sochlarimiz qotib ketgan, ko'rasizlarmi? Kuyib ketdik, negr bo'lib ketdik. Yana qizuv tarafi, dush qilganimizda dengizga borib cho'milsanglar bo'lmaydimi deyishyapti. Tushsanglar ham ko'zga ehtiyot bo'linglar dedi. Bu degani ko'zni nimadir qiladi bu sho'r suv. Hop, o'tdan cho'milib chiqdik ham deydi. Yana toza suvda cho'milishimiz kerak. Ekonom qayerda qoladi? Isrof qilyapsiz deyishyapti-yu. Yana ham ta'limlisi bor-da. Kechqurun qorong'ida soat 8:30-9dan keyin qo'pol qilib bo'lsa ham aytaylik, hojatga chiqa olmaymiz. Palatga kiramiz, 10 soat rostdan shuni ichida o'tiramiz. Bolalar hamma qo'rqyapti, bir-biriga bildiryotgani yo'q. Har kuni SMS keladi Instagramga. Bo'ri bor, chayon bor, echkemar bor, chakalla yuradi deyshadi-da, mashina ichida jon saqlayapmiz. Shamolda hojatxonamiz bizilib ketdi. Qo'limni yalab ko'rdim o'g'il bolaga. Sho'r, havo sho'r, chang. Ya addushi paddeshi o'tganlar ham ko'p. O'zi bu proyektdan maqsad nima?
biza eksperiment qilishni yaxshi ko'ramiz, o'zingizlar bilasizlar. Orol dengizini yoritib berish, bu nima sababdan bunaqa joyga aylanib qoldi va cho'l hayotda qanaqa bo'ladi, odamlar qiziq bo'ladi deb boshlaganmiz-da. Shu narsani yoritib berdik, kanyonlar, dengiz haqida ma'lumot olishyapti odamlar. Yo'q, qarang, meni jahlim chiqib ketdi, siz boshladingiz-da. Nima unaqa yozasizlar? Nima motivatsiya olib qo'yaptimi? Qaranglar, jigarlar, balki rostdan motivatsiyamiz o'lib siqilib qolgandirmiz, kommentariyada yoryapsizlar. Dalshi 7 kun chidaysizlar, deylar bizga. Mana shu gap men uchun negativ emas. O'zlaring holatlaringni chiqishdi degan gap bor-ku, da o'zimiz holadik. Lekin tuhmatga chiday olmaymiz. To'g'risi, o'zi kecha ketib qolmoqchi bo'ldik. Motivatsiya berib yuboringlar, tugatib olaylik, eson-omon jigarlar. Kechqurun palatkamizdik holat. Bolalar yotishibdi, joylashdik, ha? Da, mana buni qaranglar, chivimmi, nima bular, har xil bir 10-15 xil hasharot. Mana bu yerda chigirtka turibdi. Mana bu yerda, mana buni qaranglar. Kirib olgan qatdan turishga turibdi. Qatdan kirgan bular. Mana bu yerda ham mana chigirtka, mana bu yerda ham tiqilyapti. Xuddi yomg'ir yog'ayotganga o'xshaydi. Uxlayotganimizda tiqir nimadir uriladi demamidki, undan ham meni qo'rqitadigan narsa o'zi ko'chada umuman hech qayerda svet yo'qdi. Bizning dvijokimiz 7 soatda avtomatik o'chadi. O'sha o'chib qolishidan oldin men birinchi o'chishim kerak. Yaqin 30 kilometrlar oralig'ida svet yo'q umuman. Da. Zimiston. Mashitdan 1 kilometr bu yoqqa yoki 1 kilometr bu yoqqa yursa ham antenna o'chadi. Imini biz turgan joyda zo'r antenna o'shyapti. Amallab bitta istoriyani 10-15 minut zagruzka bilan qo'yibman. Bizani 3-kunimizda cho'ta nito boshlandi. Kecha shamol bo'lsa yaxshi deb turuvdi. Hozir mana shamolda narsalarimiz uchib ketyapti. Mana buni qaranglar, chiqib ketyapti mana bu. Bizani kartochkamiz boydan beri pishmayapti. Nimaga? Chunki olovni uryapti bu yoqqa, qozonga. Da, mana buni qaranglar. Olov yoqyapmiz, bu yoqqa uryapti. Ham narsalarimizni bekitdik bu yoqqa. Ay. Mana palatkamiz ham ko'tarilib ketyapti. Mana so'nti qo'yib yuboradi hozir. Ha, qaranglar. Voy, tinchlik bo'lamiz ish qilib. Bizani go'shimiz tugadi. Go'shtni mog'orlaganni birinchi marta ko'rishim lekin. Suvda xolodilnikimizni kuchi yetmayapti. O'rtoqlar, mana go'sht qaranglar, yeb bo'ladimi buni? Rangini qaranglar. Tashaveramiz aka. Mastava, qaranglar, bu ham ochib qoldi. Endi ovqatlarni ham bizni maksimalni uzoq-uzoqga olib borib kelyapmiz. Sababi kechki payt bu anaqa chaqirishi mumkin ekan. Bo'ri, shakarli hidi kelishi mumkin ekan. O'zimizning musor idishimizga ovqatlarni tashlamayapmiz. Uzoqga borib yo'qotib qo'yamiz. Ana, g'orlarga, chuqurlarga tashlab qo'yamiz. Bizani go'shtimiz tugagan va bizda mana go'shtsiz, tuxumli, takoy makaron jarkob. Hamma intizorlik bilan kutyapti. Oyog'im og'riyapti. Mehmonga odam keldi, bizani ko'rgani shuni xursand bo'ldi. Ha, ko'rayotganlar bor-ku. Chipnimi deydi? Ha, chipnimi qilsan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odam, abuka yana odam. Kecha bitta chayonni qo'rqitganmiz. Kechki payt. Chayon qo'rqitsa ko'rdi-da. boshlab oldik. Nimaga palatkada obed qo'yamiz? Buni sababi obed bilan zavtrak. Zavtrak obedga olib ketdi. obedda pishdi zavtrak emas, chunki Shamol ko'cha.
Bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Chang. Ichkari zo'r emas. Ichkari suv. Mana ovqatimiz. Bu nonimiz bugun tugaydi. Ibon Nasrinasi yo'q nimaga? Ibrohim xafa. Shamoldan xafa. Tabiatdan xafaman. Kelinglar. Endi aytmoqchi. Ha. Kelinglar. Nonni ovozini eshitdinglar? 3 kunlik nonni. Ana. Chiqdimi? Chiqdi. Va jigarlar, internet chiqdi bizda. Internet keldi. 3 soatmi internet bo'lmadi. Bani qo'y. Aka, menim chacha Mahmudga qora bulut boya kelib oldi-yu, o'sha internetga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Hozir mana ozgina quyosh chiqdi, sirasi bizga internet keldi va biz mana shu istoriyani qo'yamiz. Boya kapusimiz bor, montaj qilishim kerak. Shani ham qo'yish kerak. Ketib qolmasdan internet. Ha? Internet ketib qolmasdan. Da, hech qachon bunaqa tejamaganman internetimni bor. Cho'l 45 gradus issiq. Biz o'zimizga o'zimiz hammom yasab hozir cho'milmoqchimiz. Qo'limizda degan mana bunaqa, mana bunaqa, mana buni orqali bu kerak emas. Bakilashga orqali Hammam yasaymiz. ketdi. Bakilashgan ikkita chetini teshib olamiz. Ikkita chetidan kanop ip o'tkazib, Mahmudga ossak, menimcha tushiydi. Mana kerakmi men bu bolam? Mana shu turibdimi? Kerak edi demak. Bo'pti. Nima yurishyapsan? Yo'q. Buni ichiga ana oq izolenta o'rash kerak emasmi, suv qo'yib yubormaslik uchun? Uni uramiz. Mana rostdan nima kerak emas. Mana shu turibdimi? Kerakdi. Kerakli haqida emas. Nimaga kerak? Qopqonni teshish uchun mana buni oldin qizdiryapman. Buni endi eritamiz. Bale, teshyaptimi? Biz uchun juda ham qadrli bo'lgan suv. Ekonomik ishlatyapmiz-da bu joyda. Ko'ramiz qanchalik ko'taradi dushimiz. Faqat bu o'tirib cho'miladigan dush. Voy. Menimcha faqatgina o'zbeklar 45 gradus suvda ham issiq choy ichadi. Va kim birinchi cho'miladi? Birinchi mijozman. Nima, ichki kuyib qolmasin? Qale. Oka, biz uddaladik. Biz yashab keta olerganmiz. Aha. Qani? Bitta narsa aytaymi? Oka, вообще suv, oka, o'g'il balaga. Voy. Aha, Bu ketdi. oka qimmat suvmi? Da. Bu rostda. Bo'l, yuvish kerak. Abuka. Hop, yuvish kerak. Abuka to'xtamayapti. Bo'l, yuvish kerak. Oka, suvni ham ekonom qilish kerak. Tushundingmi? Abuka. Men shima Oka. Men shima qilmayapman. Oka, shap. Rost, sen shima qilmayapman, uka. Men qayerdan bilaman, bilmayapman. Bo'ldi oka. Suv kam-ku. Voy, kam, men nimadir qolman bo'pti, ana qol bo'pti, yuvar o'zing. Men sen cho'milasanmi deding? Bo'l, yuvaroq bo'pti. Ochib olaymi? Ha, bo'ldi mana. Oka, yana ko'pirga. Yo'q. Oka bo'ldi. Ha, nima qildim men? Oka bo'ldi. Bir cho'mil uka. O'zim achib ketdik. Va, yana qo'ydingiz oka. Oka, rostdan shampunim sochchi dorisi-ku. Bo'ldi, ukam, bo'ldi. Kechir meni. Bo'ldi, bor suv. Oka, yana ko'pirga. Mana qo'limda turibdi-yu, mana. Qayerga boring? Missiya bajarildi. Cho'tki bo'ldi. Davay, ketdi bitta bolalar. Abuka. Xayrli tong. Bizning shohona hayotimizning 3-kuni boshlandi.
Krani tilladan bo'lgan dush kabinamizda yuzimizni yuvib olamiz. Ertalabdan uyquni ochish uchun bir stakan kapuchino zo'r ketadi-da. Quyoshda qolib ketganmi bu? Nonushtaga atrofimizda shuncha restoran bo'lishiga qaramasdan biz kamtarona kartoshka yeyishni tanladik. Quyosh qaranglar. Hovlimizda 45 gradus issiq. Meni ozodga havasim kelyapti, chunki u ichkarida 50 gradus issiqda muzdekkina o'tiribdi. Zamonaviy gaz plitamiz zo'r-da. Bitta buriysan, sirazi yonadi. Ha aytgancha, bular cho'lda yolg'iz qolib ketdi deb o'ylamanglar. Har kuni bizdan pashsha, chigirtka va kaltakesaklar xabar olib turishibdi. Kunimizni shunaqa qilib boshlab oldik. Endi abukam shopping qilgani magazinga ketdilar, men esa avtosalonga mashina ko'rgani ketdim. Aytgancha, bu yerda qatta avtosalon bor. 1 soatdan oshdi zavtrak harakatida ukam. Birinchidan shamol bor. Ikkinchidan u shamol issiq. Imami olovni kuchini yo'qotmoqchi, tez pishmayapti. Mana. Free. Zo'r pishganga o'xshaydi-yu, ishoninglar umuman pishmagan. Faqat kutarkan. Xo'p, endi bitta qadamli. bu holatda nima ishini qilsa bo'ladi usta? Sabr aka. Sabr. Sabrni tegi sariq karishga. Zo'r pishadi. Bizda zavtrakka harakat, shamol, issiq shamol, mazza. Ha aytgancha bitta zo'r post joylashtiramiz hozir past turib. Qoraqalpog'iston, Nukusdan mehmonlar kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ay suyugim tamamlasak bo'ldi-ku, dekadirek suyugim. Qalay, Assalomu alaykum. Masalalar. Mana shu hayot. Qasqirlar qayerda qasqir? Yo'q bo'lmasa hammasini. Qashqarlarni rosa kutdik kelmadi. Deyarli 24 soatdan beri odam ko'rmaymiz. Mehmonlar kelishganiga yosh bo'ladi, xursand bo'lib qoldik. Akalar bizga bozorga olib kelishibdi. Opa, bitta cho'ngilib olasanmi bensinga? Qanadir bo'lib ketyapti. Bu tarvuz yeymiz-ku, tarvuz. Yoqdingmi? Yoqdingmi? Ha, yoqdi. Yaxshimisiz? Nima qilib kerak ekan bu? Bilaman, maqotdi. Qanqa tushib ketib qoldi? Ey, Nogiro! Ey! Dovdirama, ey, qo'yib ketib qo'yamiz, ha? Shuymi? Yo'q. Baba, qo'y yetadimi? Oyog'i yaxshimi? Oyog'i yaxshimi? Olsan? Ol, ovur, kufir, ovur. Nima qilyapti? Oyog'ing ishlayaptimi? Yo'q. Yo'q, Nima qilyapti o'zi? Baxsi bormi? Telefon? Qani telefon? Shunaqa aytib, ey. Shunda o'tiryapti-yu. Qanday kadrni? Ibo! Nima qilyapsan? Tushib ketdi. Nogiro. Ey babo. Ber telefoningni ber buni. Voy kechir. Ko'tarib shu olsanchi. Mana shunaqa payt olish kerak videoga. Qanday o'yning qirilib ketdi-yu. To'g'ri. Yablar. Ben tushdim-ku. Palatkada. Yo'q qoldi, nechunday? Faqirsiz nima bo'lyapti? Nima yotib olganlar deyman? Qanday qaysi oyog'ingni qanday? To'g'rim. Chiqmaganmi, bilmaysizmi siz ko'rishni? Omam ishi yo'q. Oy! Xo'p. Sen ko'tara olasanmi yo birga ko'taramizmi? Yo'q, olib cho'lasanmi? Kel, telefoning qani? Manda. Xo'sh do'stlar, bizlarda shunaqa приключение deydimi, o'shaqalar ham bo'lib turadi. Hop. Telefonda gaplashib o'tirdim. Shunda o'tirdim, pulcha sinib ketdi-da. Ozgina tushdim. Endi chiqaman desam, yana bo'limdan ikkinchi qavati. Dalsh kirib ketdim. Gijir, omadsiz bo'gi. Yaxshi, hech narsa qilmadi. Bosh-moshimga ham tushishi mumkin edi. Udachiga tushdim lekin. Pilchda. Oyoqchi. Ancha mehnat qilgan futbolka. Ha qaranglar. Bir kunda shunaqa kir bo'lib ketdi, yag'ir bo'lib ketdi. Biz endi totoy bo'lib yangi futbolkalarni kiyib oldik. Qarashdimi? Bitta futbolkaga xursand bo'ladigan zamonga keldi. Quyon menimcha. Ham ko'rdik shuni. Orqadan quyonga o'xshamadi, lekin hozir mana quyonga o'xshyapti. Xudolar quyonlar jarlikda yuradimi? Pastga tushib ketyapti.
Vallahi palatga oyog'imiz bilan kanyonlarni ko'ramiz deb chiqdik. Bu hayvon payvon ham chiqib qolsa ko'rib olamiz dedik. Quyonni ko'rib qoldik, lekin darmon surib ketdi. Mamatda. Tegida. Voy. Bu yerda shunaqa hasharot ko'p. Mana buni. Voy, yugurib ketyapti. O'xti. Orol dengizida biz quyonni ko'rdik. Muncha baland sakraydi. Gibridlashib ketgan quyonmi? Kikka o'xshagan quyonmi? Ha qaranglar. Bu yerda hasharotlarchi o'rtoq aka. Yuraverar ekan. Moshinaga kirib olishi mayli, men qo'limda yashayapti. Ha. Xo'p. Eksklyuziv sayohatimiz juda qiziq o'tyapti, ishoninglar. Men bitta narsani tushunmayapman-da, yo'kida geografiyani yaxshi tushunmayman. Qaranglar. Quyosh ertalab mana masjiddan chiqadi va kechqurun mana masjidga botadi. Hozir mana bu mundoq keladi. Bu quyosh Mamutda edi. Xullas, qaranglar. Mana Mamutdan chiqyapti. Mundoq aylanyapti-da, mana bunaqasiga mundoq botyapti. Qanaqa qilib? Bu ana sharqdan, janubdan degan narsalar bo'lardi-yu. Men o'yladim, masjiddan chiqib to'g'ri mana masjidga botadi deb o'yladim. Ko'rganmisan shunaqasini? Yo'q lekin. Ha? Men masalan uni eshitganman. Belli noch bor-ku, bir oy quyosh botmaydi. Da. Shunaqasini ko'rmadim-da. Da. Ha? Hayrona. Voy. Hayron Hayron qoladi odam. Ozod. Voy. Ko'rman palatka shu buzilib ketibdi. Tur. Tamam, lampochka qani? Voy, onasini yemsa. Anaqa uchib ketibdi, zonti uchib ketibdi. Mana hozir nimadir bo'ladi bu. Qozonni qopqoq qani? Mana ekani. Voy bolalar. Turinglar, ey. Zontilar uchib ketibdi, palatkalar uchib ketyapti. Qaltiryapman deyman. Mashinamiz qirilibdi. Va. Surpriz. Cho'l hayotda. Ay, mana yirtilibdi-yu, ozod. Qo'shtir. Okey, kechqurun birdan beri shu ahvol. Hali tinmagan. 35. Shamoli tezligi 35. Nima qilamiz? Ketamizmi? Nima qilamiz, o'rtoqlar? Ketamizmi? Nima qarang? Nimaniki bu? Qo'rquvmi? Kecha sig'iydi. Hozir ketgan deylu. Benzin yo'q-ku. Voy. Mana adrenalin. Tomog'im kesibdi. Biz o'shunaqa qizuv narsa xohlayotgandik, lekin bunchalik emas. Bu qiyin. Bu qo'rqimchilik bu. Yaxshi ham toshni ushlab turibdi, ancha muncha bor-ku. Shamolda buni to'g'rilab bo'lmayapti. Endi shamol tilishini kutamiz. O'rish kerak ekanda. Xullas ahvol mana shunaqa. Shamolda palatkani to'g'rilab bo'lmadi. Oke, yomon chang bo'tdi. Ana sho'r chang. Mashinaga qarang, o'sha bir pastda. Ana qarang. Nimaga? Ketaylik. Qalisasa. Ketamizmi? Zultilarimiz qaranglar. Qurgan mahallamiz buzilib ketdi. Surpriz bor senga. Qanaqa? Ha, qara. Benzin tugagan ekan? Akkumulyator o'tirdi. Vo, yo'q-e. Nima bo'ladi endi? Qoldik. Vo, nasringizni. Maslahatinglar kerak faqat. Tormozni bosib turibsizmi? Ha, benzinimiz tugagan. Generator ishlamayapti. Xolodilnikda hamma narsa achi bo'ldi. Yeyishga hech narsa qolmadi. Juda suvimiz bor, kartoshkamiz bor. Oka kartoshka qovuray desam ham, mana bu yerda olov yoqib bo'lmayapti-da. Shamolga teskari qo'yinglar deyishyapti-da. Yo, shamolga teskari qo'yib bo'lmaydi. Bu yerda ani boshqacharoq shamol ekan. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham, bunaqasiga ham, bunaqasiga ham shamol bo'lar. Hojatxonamiz buzilib ketib bo'lgan. Oshxonamiz chochilib ketgan. Palatkani ichiga kirib ham bo'lmaydi. Xo'p, endi qara, savol. Ya bo'ldi akalar, to'xtatinglar, ketinglar deyishsa ham, qanaqa ketamiz?
Aka, men qaytni uyda kutgim kelyapti, to'g'risi. Mayli, qanaqa? Qanaqa qilib ketamiz shu, ha? Eng yaqin magazinga borib xulaylik desa ham 150 kilometr. 2-3 odamlar aloqaga chiqdi. Yo'q, qarang, bu videoni qanaqa qo'ymoqchisiz hozir? Svязь bo'lganda qo'yamiz. Svязь yo'q hozir, bilasizmi? Mana orada bir keladi, bir yo'q bo'lib qoladi. O'sha payt mana shu videoni qo'yamiz. Soat 11 bo'lgan mana hozir. 4 soatdan beri mashinada o'tiribmiz. Xullas, yotishga joy yo'q, yeyishga narsa yo'q, ichishga suvimiz bor. Ketamizda akkumulyator o'tirgan. 2-3 odamlar kelamiz deyishgan edi, o 4 soat oldin. Lekin o'sha svязьda yo'q ular ham. Mana ham svязь yo'qmi, ular ham svязь yo'q. Allohga tavakkal, duo qilib turinglar. Duo qilib turinglar. Inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi. Xo'sh, shunisi bilan-ku, cho'lni qiyinchiligi ham shuda. Kerak emas edi. Ya, kerak edi. Yaxshi tarafini o'yla. Gap yo'q. Odam xursand bo'lib ketdi-ku, aka. Xalas, ko'rlami? Yo'q, bizani ko'rgani kimdirlar keldi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu yerdan o'tib ketyaptimi deylar? Esi, istoriyani ko'ribmi? Bizga yordam kuch keldi. Mo'ynoqdan akalarimiz bizga benzin olib kelishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi maminimiz ishlaydi. Aka, 01 da yana kimdir kelyapti? Assalomu alaykum. Ormon aka. Aka, bu dunyoda mehribon odamlar ko'p. Xorazmdan yo'l tanlamas Cobalt. Qo'yil. Mahallamizga xush kelibsizlar. Qo'yilma, xush kelibsizlar. Aka, sizdan birinchi menga mana bu qo'lingizda benzin ko'rindi, aka. Rahmat, jonim. Bering, anu uyga 4 tani olib kelganda benzin ko'tarib ketdilar. Ha, soat bo'ldimi? Yo'q. Soat bo'lmayapti-yu. 150 kilometrdan yurib keldinglar sizlar ham adir-budir yo'lda. Bu akalar men uchun Marvel'dagi super qahramondek ko'rinishyapti jigarlar. Storalarimizni ko'rib 4 ta 5 ta mashinadan odamlar benzinlar bilan bizani poddershka qilgani yetib kelishibdi. Aziq bo'ladi ular. Telefonimiz zarar bo'ladi endi. City bardan chili deyapti mehmonlar. Olinglar aka. Opa. Yomg'ir yog'adi deyishyapti, apasi emasmikan? Akalardan so'raylik. Garantiya beraman. Agar yomg'ir yog'sa qolib ketasizlar. Qaytib kerak. Bu yerdan yomg'ir yog'sa, o'shini qolib ketasiz. Bir haftaga yana. Yo'q. Yo'llar o'shada. Nimaga bizani qo'rqitishyapti? O'zligi olib kelishgan narsa bilan o'zligini mana chiroyli qilib mehmon qilyapmiz. Yuzuncha chuqurroqlarni ko'rdik biz o'shada qolatsizda yo'qyapsiz. Nima qilyapsan? Sarhisob qilib o'tiribman, aka. Ikkinchi kun chayon yugurib o'tib ketdi-yu. Mana mashina kiyib duh menda paydo bo'ldi. Mana endi siz edingiz. Lekin zo'r ishlayverdi, faqat benzinimiz qolmadi. Agar mashi bo'lmaganda biz istoriyalar, videolarni qo'ya olmasdik, aka. Zaryadkalar mashinada qilindi hammasi. Mana ichida nima bor edi? Men hali umuman ochib ko'rmadim. Mana boltalar ishlatilmagan arralar ham bor ekan. Parishonni kelgan edik, ishlatolmadik ham shamollardan. Bu yerda aralashga daraxtlar ham yo'q ekan. Shox shabbalar ham yo'q ekan. Lekin boshqa yo'lga chiqadigan bo'lsak, mana shu hamma narsani ishlatamiz. Ano, kerakli narsalar. Qurbon hayit ayollaringiz bilan kelaman. Nukus o'qish nasib. Ayollaring bilan kelganman. Assalomu alaykum. Ayollaring bilan o'qi. Ayollaring bilan. Biza yashab kelgan cho'lga hech qachon bormayli. Agarda bormoqchi bo'lsanglar ham yo'lni biladigan odam bilan yokida o'sha yerdagi aholidan kimnidir olib borib kelishingizni tavsiya qilamiz. Bizga shunaqa voqea gapirib berishdi. Ikkita bola qiziqishga chiqishgan, yengil mashinada, yo'lda antena yo'q, mashinasi buzilgan. 6 kun davomida qidirishgan. 6-kuni oxiri vertolyotda amallab topishgan. O'lim holatida bo'lgan u bolalar. Keling, aka, bir boshdan aytib bering. Xo'p. Qaranglar, biza Toshkentdan Nukusga yo'lga chiqdik. Nukusdan Mo'ynoqqa yurdik. Mo'ynoqdan Orol dengiziga qarab yurdik. 300 kilometr orasida antena yo'q va chuqurlar, yo'llar, qumlar juda ham yomon.
mashinamizni balonini zashtniylari, teylari tushib, chochilib sinib ketdi. Birinchi kuni amallab borib joylashdik. U yerdagi bo'lgan voqealarni o'zingizlar ko'rdinglar. Biza bilan borgan gid shunaqa gap gapirdiki, kelgan kuninglar aytganimda bu yerda yashamasdinglar dedi. Oxirgi kun aytdi. Biza yashagan joy qabriston ekan. Oxirgi kun aytdi qo'rqib ketmanglar deb. Undan ham qo'rqinchlisi, biza kechasi ochig'ini aytamiz, hojatxonaga chiqishga qo'rqdik. Chunki ko'zimiz bilan katta echkemarga o'xshagan kaltakesaklarni, otyo'ni va boshqa hasharotlarni ko'rdik. Kechasi majbur chidab yotdik. Bularni biz aytganimiz yo'q, mana endi aytyapmiz eson-omon kelib olib. Biz ketayotganimizda dengizda maza qilib cho'milamiz deb o'yladik. Buni ham iloji yo'q ekan. Chunki dengiz juda ham sho'r. Shu darajada sho'r. Qo'lni juda tiqib olgan joyimizni oppoq bo'lib qoldi-da. Biz bu eksperimentdan nima xulosa oldik? Birinchi o'rinda men o'zim suvni qadriga yetishni o'rgandim. Qo'lni yuvayotganda ham kranni o'chirib turib, "Ya bu bizga kerak, tugab qolsa yomon bo'ladi" degan narsani o'rgandim. Qisqa qilib aytganda, shukr qilishni o'rgandik va hozirgi yashayotgan sharoitimizda juda ham ko'p narsalar ne'mat qilib berilganini his qildik. Va go'shtsiz shirin ovqat qilish mumkinligini ham o'rgandik va yeb ko'rdik. Va qaysidir ma'noda chekka joylarda yashayotgan insonlarni yana ham hurmat qilishni o'rgandik. Bu eksperiment sizlarga foydali bo'ladi ko'proq deb o'yladik, lekin o'zimizga ko'proq foydali bo'ldi. Ana hazil bilan aytamiz-ayu, kibr sindirish deb. Bu sinib ketdi. Rost tomonga aylanib ketib qoldi. Keyingi eksperimentimiz qanaqa bo'lishini yozinglar, o'qib chiqamiz. To'g'risini qolib ketdik deb qo'rqding-a? Benzinimiz bilan akkumulyatorimiz tugab qolgan kuni menimcha hamma qo'rqdi. Nah. Bolalarim ko'zim oldidan o'tdi-da.